Nima? Begona odamlar qo'ng'iroq qilib jonimga tegdi. Shunday qilingki, faqatgina kontaktda saqlanib bo'lgan insonlar qo'ng'iroq qilib tusha olsin xolos. Voy, vashi zo'r narsa-ku bu. Ayniqsa kreditingiz bo'lsa bu ish beradi-da. Mayli, o'rgataman, faqatgina evaziga bitta like bosib, shu videoga bitta podpiska bosib qo'yasiz, bu videoni eng yaxshisi jo'natib qo'yasiz. Kelishdingmi? Kelishding. Bu juda ham oson. Like, podpiska sizdan, xizmat qilish bizdan. Bosdik. Demak, boshladik. Play Marketga kiramiz. Play Marketdan Journey Spesifik deb qidiramiz va chiqqan programma mana bu qizil bo'lishi kerak. Aynan shu bo'lishi kerak. O'rnatasiz. O'rnatganingizdan so'ng ochasiz. Ochganingizdan so'ng ruxsat so'raydi. Albatta, ruxsat berishimiz kerak. Va shu yerda ahamiyat beringlar, aynan shu spesikni ustiga bosib barcha amallarni bajarishga ruxsat beradi. Va ruxsat beramiz. Qaranglar. Shu o'rinda kirgandan so'ng davom etish qilamiz. Bu yerda buni bekor qilamiz. 3 nuqtani bosamiz. Sozlamalarga o'tamiz. Bu yerda bloklashga o'tib turib, maxfiy raqamlar, mana noma'lum raqamlar, kontaktdan tashqari barcha raqamlarni bloklashni bitta bosib qo'yamiz. Shu bilan sizga begona raqam kira olmaydi. Faqatgina kimnidir saqlanib qilsangiz, o'sha kira oladi xolos. Video foydali bo'ldimi? Bo'ldi. Bitta like bosib qo'yinglar. Shunga o'xshagan eng qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun Usta X ga obuna bo'ling. Like, podpiska sizdan, xizmat qilish bizdan. Bosdik.